39 ser yan boğulan masla ko'rinayotgan ma uyuziga oid o'maq, apjil, ishlatishchanligi yuqori, mono ustal, jo'za deb qo'yamiz hamda mushuni ba'sam olamsizlar. Endi buni men to'g'ri ko'rib, yoqtirib qoldim-da, qarasam shundoq chiroyli apjil, bulubmi mening uyda ishlatishimga oid maskildika deb o'ylab birini setib oldim. Akasam mushundoq chiqdi-ka, ipini ochgandan keyin bir 4 tal losa, bitta attirka degandek narsalar chiqdi-ka, birdan qurashtirib oldik ekanmiz buni. Intayin oddiyka, qizlarni qurashtirganligidek bu. Menga o'xshash karovotda yetib kino ko'rishga amroqlarni oid ko'p. Filmni men tatqashqa, men qizimni misol qilib yotqizib qo'ydim mana. Ma ustalning bunday osti putni karavotning ostiga tiqib atqizildi-ku. Shuning bilan men sirtda bir odamga putlashmankan. Kechim shundaq yetib kino ko'rishga amimiz amroqqa. Hamda hozir gençini asosan ko'rmas bo'ldik. Telefonda, iPadda yoki xotir kompyuterda kino ko'rishga odatlanib ketdik. Hamda men ustalga mana shunday kompyuter qo'yamizlar, iPad qo'yamizlar, yoki buningdek jozi bilan telefonni menda qilib qo'yib, telefonni ko'ramizlar. Qanday ko'rsak, nayt qolaylik yoki menga o'xshash uyga berib ish qildigan masalan sopaning oldiga qo'yib olsanglar bo'ladi-ku. Kompyuter qo'ymay lag'nan qo'yib olsanglar bo'ladi. Yoki bir derizangning oldiga qo'yib bir parcha kitob bilan bir stakan qahva bo'lsa, romantik intayin payzda mana unda qahva ichgash, kitob o'qisang. Endi quruq maqtal vermay nayt qolaylikka eng muhim bahs nayt arzonki aran 39 qo'y. Gül Şinjan'a kirası haksız. Bulunluq ağan usta eğirliğimi xili bay yoğan nəsə. Bunun kirası mı mançbul çıkışı mümkün. Şunun için yaqtırdığan dostlar astidiki seri qaruğu esib qoydum. Tizdən setvelіңlar. Tügəp ketkəndə apla deb qılmaylı.